Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Xalq qabulxonalarining barcha xodimlari bugundan boshlab ishdan bo'shatiladi. Masalani hal qila oladigan fidoyi kadrlar bilan to'ldiriladi. Endilikda xalq qabulxonalariga viloyat va tuman hokimining o'zi rahbarlik qilishi belgilandi. Prezident suyultirilgan gaz ta'minotidagi muammolar yuzasidan mas'ullarni qat'iy ogohlantirdi. So'nggi vaqtlarda suyultirilgan gaz yetkazib berishda 60-70 kunlik uzilishlar kuzatilmoqda. Bu holat ayniqsa Andijon va Surxondaryo viloyatlarida jiddiy muammoga aylangan. Murojaatlarning 70% aynan shu masalaga taalluqli. Prezident Shavkat Mirziyoyev shunday dedi: "Issiq kunlarda gazda shuncha muammo bo'lsa, qishda odamlar qozonini nimada qaynatadi?" Rahbarlarga so'nggi ogohlantirish: bu masalaga 2 haftada yechim topsin, bo'lmasa o'zi bilib joyini bo'shatib qo'ysin. Mas'ul rahbarlarga muammoni hal etish uchun 2 hafta muhlat berildi. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.